vazminliklarga ozish oson dedingiz-ku. Eng oson ozish bu xorazmiyligi, chunki Ana. bularda nafaqat ozish uchun, balki miya faoliyati uchun, umuman olganda yurak uchun foydali baliq bor. Baliqimiz bor. Yeyishadi. Keyin ular go'sht yeyishadi. Go'sht ham har xil turni yeyishadi. Bizda baliq, go'sht oxiradigan. Endi agar misol aytishingiz mumkin, biz ham go'shtimiz. Guruchimiz ham bor lekin. Ha. Lekin mana bunaqa narsa, mana shu narsalarni misol bir haftada har kun emas, deylik kun ora yoki 2-3 kunda bir yesak ham bizga foyda bo'ladi. Foyda. Ha. Keyin qaysi payt yeyish kerak? Kun yorug' qismida. Chunki biz kun yorug' qismida ishlab boramiz-da uni. Masalan, haftasiga bir marta osh yesak bo'ladi. Obedda maza qilib. Oshlar hammasi qo'rqinchli. Bizda bu shunaqa-da. Kraxmal. Tezroq qilib pishiramiz-ku. Bahorda aytadi, o'tib bu misirchalik. Misirchalikni chiqarib turish kerak. Agar misirchalik yaxshi ishlamasa, yaxshi tozalamasa, ichingiz kelmaydi, yuzingizga narsa toshadi, keyin gormonlar yaxshi ishlamaydi. Mana biz o'ylamizda ayollarda mana shu ko'payib ketgan mioma, ko'krakda fibromastomatiya va shu ko'payib ketgan. Bular hammasi bizdagi jenskiy gormonlar ishini qo'llaydi, chiqib ketish kerak.